Mava çaqchaqmi tushgan yerda aziz bolalar. Bir ishdan yomon xo'sh. Bu çaqchaq 2 yil oldimi Shimoliy Shinjongda, bo'libmi Bo'rtala diyarga g'o'jiga o'xshash umumlashdi. Bu çaqchaqni g'o'jining chaqchig'ini suyib, o'zingga o'zlashtirganlarga nihoyat xush bo'ldim. Lekin bizning g'o'jining chaqchig'i Janubiy Shinjongda qat'iy o'zlashmadi. Qanday bo'lgan qandachilik etib aqsuluq bir odam bizning ashaqda Mirzahmat degan tafish Qodir degan o'sha shunda qiziqcha qilgan bir akamiz bor ekan. Shular bilan aqsud bir odam bilan qandachilik kelganda Mirzahmatga telefon qilib, "Mirzahmat, sizmi sizlarga o'xshash o'sha chaqchaqlarni qilib, savdan kelib, o'sha qo'ylarni o'tkazaylik degan, o'zingiz o'xshash chaqchaq qilgandan birni, muzik chalgandan bir ishqil akagamisiz? O'sha aqsudga bir masala aytgan bo'lsa, deganki Mirzahmatdan bir chaqchaqchini ishq sazdan tepib, aqsudni tutqanlar chaqiribdi. G'o'jining chaqchig'ini deb o'qimaydi ular. Mana aqsud ichimiz birsimizga 10 ming ko'p. Va 10 ming ko'p tushdi. Mana men kepil dabda yanchiq ishsiz ko'ydilar sep, aqsud maslachaga chiqdi ular. Mana bir so'rin bo'pti, echilibdi, chaqchaq degani qilib, aqsudlar. Yomon bo'pti. Ha bilen bo'pti, bilen. O chaqchaq o'rim oyoqda kuladiganmi ish yo'q. Bular so'lib qaytib, bir kaltı maslat qilaylik. Deganki, "Voy qilinglar. Bir kaltı maslat qilib, iyadimi chichivatkidan ichilibdi, 10 tin o'rim yo'q. 3-chi kundan boshlab so'rimmi yo'q, o'rimmi yo'q ko'chada. Lag'aylab, 2 so'm pulni xaysab 4 kun bo'lgan takkiz ketiblar. Ketadigan pul yo'q, o'zlarni yeydigan qimi yo'q. Desa bir aqsılık adam, "Voy, xo'jidimi nimasizlar?" Yoki "Xo'jidimi, voy, turinglar, bir choyga boshlaylik." deb uyga kelib dasturxon silib choyni qo'yiblar. Bu adam qilishganda xo'jalar oqsin sevishtiryapti. Mana shu iqtisod jihatdan, nimali jihatdan bo'lsin, shu gap so'z jihatdan, shu xo'ja qaraganda aqsu yaxshimikin? Deganki Mirzahmatga ochib, "Aka, basini suyimizni bering. Bu xo'jalar aqsun silishtirmanga. Biz bunda aqsudan o'rniga xo'jimizni tanqimaymiz biz." Deganki odam choy berganki ochiq ketdi. "O'shkam, nima ish ko'psiz? Xo'ja shunchalik yaxshimi? Xo'ja shunchalik yaxshi bo'lsa, Lutfulla aqsud nimaga ketib qolgandi?" Desa Mirzahmatga qiziqchilik qilib, o'rim tushmay oshib ketib qolgandi. Jigashib o'g'aval yarashmaydigan bir ishga vallah. Mening bir og'inam bor, 37 yosh kirdi, texnik xotin amidi. Jigash bo'lganda tangsingni bisitidi. Tangsingni basitib baslashtirmayman. Ash bir qizlar kelib, "Voy, yaxshimisiz, Rishot" desa, beadab. Ya Rishot abakirib chiqaylik, kamin o'shlar yo'q. Onda adamga it qo'ygan, yomon sho'x qizlarni it qo'ygan. Eli kirgan sho'x bir qizlarni yaxshi ko'rib qopti. Bag'onsa tushib ketdi, "Rishot aday, to'y qachon?" Desam, "Shu aday, bu yurayotgan bir qiz bilan qanday yurayotgan? Nali qiz o'tsam, o'kana tursunchi kamdanki bir qizlar kelibdi, adash, o'rik yig'ib biram deyatdigina. O'rik yig'ib bersam, bir qiz telefon nomeringizni deb beram dedi. Deb bersam, kesh telefon qildi. Rishot, men sizni yaxshi ko'rib qoldim, o'rikni yaxshi yig'ibsizga deb qo'yibdi. Qanday desam, o'sha qizni olamaydi. O'rik yig'ib bergan bundan olsa qizni. Al. Desam, biroq 2 kun bo'ldi, telefon qilsam, telefonni to'nqojon, birnim jo'ngli deydi. Sen qanday qilib bilmaysan, deginam echildimay. Sen boshqa qizning qandoqligini uqib bersan, nima ish qilgan qizsam, do'kon ochadigan qizga, do'konning o'rnini deratsam, do'konning o'rnini deb berdi. Borsam, o't teqas qizga. Bunda o'g'illardan Rishotda Gushvashdan 10 yo'l salada ekan. Birsini Vishinda o'qidi. Jinim bo'ldan olsa, g'o'jida maydonda ko'rsanglar, ma'qulda olsa, xo'sh degan ekanlar. İşpas birsin to'g'irlabsan dedi. Aqsa kirdim, kirsam g'o'ja kirdi. Kirib bizning xalq maydonini ko'rishdiga yachu, qizoqlar burundan tatib. Asha chiroyli bir bilan ko'rishdi. Al-Qasr deb cho'ng bir tamoqxonamiz bor, asha kirib tamoq yedi. Daryo o'yga tushdi, paransib o'tirib 5 minut bo'lmaydi, eliq bilan qo'lini tutib qolsam, manzilni apag'ati anan telefon qildim. "Ey, yo'qotgina ey, ani, men bo'ldi ya. Dedi, "Voy, do'kon taqib maydon bir bilan ko'rishdi, Al-Qasr kirib tamoqni yedi. Daryo o'yga tushdilar. Baba sen so'rimgina, men demoqchim, men bo'ldi" dedi. "Voy, qo'lini tutib eliq bolalar to'yishadi-da, sen qanday mal oldi-ku? O ota-onam emas, sening xizmatingda chiqamaydi, uni yo'qot." Bo'ldi deb telefonni qo'yibdi. Qiz abani yo'lga sevitib, bu go'shvash telefon sodiq qilgan bo'ldi, bir ko'p she'r o'qitdi, yine.
Telefon qilib Reshad, "Voy, debki, chaqirgan yuragim bermedi aram. Sen eding buloqning ko'zini ochgan. Vujudim cho'qonlar ko'tirdi sana. Bilmadim visolmi va yoki orman." Debki, bu yuvosh odam yomon tergitga terik onam buni qaytiribdi. Men miskin nazarda, sen qaynoq qasrda. Eshakdan farqi yo'q-ku, 22 asrda deydi. Tushunish qiyin bir ishga umrati dapir. Har inson o'zining jutidagi ma'lum bir sevimli odamlardan faxrlanadi. Masalan, jin diyarda balki mush Qodir jikamlarni chaqchaq, ilinimish uchoq jinin so'rinlarni mana ma'akilarimiz qiz kelgan. Va kim bor desam, Qodir jikam, akam degandek qilamiz. Mening jutimda bir akam bor. Yomon chaqchaqchi. Mib, Xudoning kamlarni avg'anlari. Bu mib bo'lganda ikki qo'li madaxiyatdan yo'q cho'tlichu. İsmi Abdüşkür. Bu meyip qo'l yo'q bo'lganda men boshman so'qqol meyit bor. Vakimiz tutudi qildi, arqandan mashg'ulotni tutudi qiladi. Tutudi xat yozib, Xinjiang meyitlar yozuvchilar jamiyatining rais bo'lgan Abdüşkür degan akamiz. Biz shu akimizdan faxrlanamizda biz qo'limiz va odam qilgan qilamidik. Bir kuni bir maslahatchiga Abdüşkür kamshiklarni birga chaqiribdi. Chaqiribdilar, mana zang qilsanglar tushunamaysizlar. Abdüşkür kamni mashinadan oldiga elib, shu maslahatchiga ip mangan bir telefon ki kaldı bu biçerge. Bu telefon ne ma tuşancı kısıp o pendirli telefon alalı etçim de katlandıran telefon değil. Bu şunda test aldı. Dilinde sarak bir vardı telefonu. Bu da kolu kısıp ilip serip yep. Vay! Dedi bir ayalca hata uğragan. Hey siz kim ha? Dedim ben Abdüşkür. Kaç Abdüşkür? Boksörcü. Kaçta? Hayır bu öyle bir parça bırakın. Bana şöyle Toyota sana çağırmadı diye. Ne kapışkırınız bu? Bu yarım siz kim? Ha telefonumda mı arak düşürken? Bu hakimiz işte kızık. Bıçaklarda tilenci taş edip ketken vaklar. Aşkanısı varsa ümmet aşkanısıydı. Tamak yap oturattık. Bir suyunu çıkartırıp yere hafta olurdu. Yer oturattık. Bıçakta G'olshagi Qashqardan tilanchi kelib bizning Zo'mazayimizda bilim sho'rg'a o'qiydi. Bir devan kiribdi. To'liqlikka Abdüşkür kamga nisbatan to'liqlikka. Mana shu qo'l yo'q kedingmi bunday. Sonra yog'och jo'g'amsa landib ketdimki dedim men. Kirib Abdüşkür kam shular o'tirdik. Atag'aning o'zi basam. Abdüşkür kam niman kom? Dedim, "Mushu ishga bormag'im yo'q." Dedi, "Chiqa. Chiqa ashxondan." Jim dedi, "Ey, qilinlar, chiqa ashxondan chiqa." Dedi, "Yomon ochiqaman devanki." Usta ketib Abdüşkür kam qo'lini ishlatdi. Senin bog'o, meningda qilib qo'ya. Abdüşkür kamning ochiqligini ko'mabmakka boshmoqda qo'lidan kostyum burni qisib, "Voy, jiddiy. Ya Latukoy, meningda qilib qo'ysa qanaqa?"